Mana hasharchilar bunaqa yaxshi qilib ishlashaveryapti. Alloh rozi bo'lsin. Mana kunlar isib qolib, mana shu bolalar hozir yaxshi kirish berishyapti. Bir qishda hashar qilganimizda muz ekan hamma yo'q. Toshlar chiqarolmay, nimalarni chiqarolmagan. Mana hozir yumshab qolib, mana endi ko'taryapmiz. Hozir 1 metrga yaqin ko'tarildi. Hozir 1,5 metr ko'tarsak, nariyoqdan kelgan turbani ulaymiz. Mana yoqdan olib kelib, bunda olib borib, mana shunga hozir bunda qilamiz, mana shu yerga ulaymiz mana unga. Keyin bu yog'iga gal shulab ketaveramiz bundan. Ancha baland bo'lib qoldi mana. Mana shu yerda kamida 50 kub suv o'tib ketadigan joy paydo bo'ldi mana shu yerda. Xudo o'zi saqlasin endi selpellardan. O'ta katta suv kelgan ekan, bunchalik bo'lishini hech kim bilmagan. Mana shu turbalar 27 yil ishladi. Mana endi bir sel bo'lib, mana hozir qayta tikalashga majburmiz endi. Mana shu hasharchilarga nimalarni duo qilasizlar. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Mana ro'zani kunda mana hozir soat 2 dan o'tyapti. 3 bo'lib qoldi. Mana shu ishlarni qilishyapti Alloh. Mana hozir yana 30 cm ko'tarildi hozir mana. Ey Xoliq! Toshni teringlar, toshni. Mamat Xoliq! Kessang dey. O'zini sen kessen rezil kötü bor.